Dadasi sizga ikkita yangiligim bor. Bittasi yomon, bittasi yaxshi. Qaysi biridan boshlaysiz? Yomonidan boshlachi. Partiyangizga hamma pul ishlatib qo'ydim, xafa bo'lmaysiz, xo'p? Qanaqa odamsan? Tezroq yaxshisini aytsalik o'zimga kelib olay. Voy, bir tiyin pulingiz qolmagan bo'lsa ham, men yoningizdaman, tashlab ketganim yo'q sizga. Shumi sani yaxshi yangiliging? Nima olding meni shuncha pulimga? Nimaga baqirasiz? Men sizni o'ylab Velton zavodiga keldim. Voy tog'miga. Xom ashyolari Turkiyadan, Germaniyadan, Xitoydan, Rossiyadan olinadigan sredstvalarni sotib oldim setlaridan. Mana dadajoningizni qarang, ichida 8 ta narsasi bor. Hamyonbop set, narxi 100 ming so'm. Sevimli 7 ayollarning sevimli sredstvasi bor, narxi 150 ming so'm. Baraka seti, ichida 10 ta narsasi bor, narxi 195 ming so'm. Shu setlardan birini zakaz qilgan odamga dastavkasi shahar ichida tekin ekan. Adolat, bu hech qancha pul bo'lmayapti. Kartaning pulini qayerga ishlatding? Dadasi yo'l kiraga ham ishlatdi, bor kelishim kerak-ku. Tog'migasan desam ishonmaysan-da. O'zing og'zing bilan aytaysan, dastavkasi yetkazib berishi tekin deb nimaga yo'l kira rasxod qilasan? Nima, men yomon ish qildimmi? Shuncha narsa qilib qo'ygan bo'lsam, zavodga borib, zavod narxidan setlar qildirib qo'ygan bo'lsam, dugonalarimga yomon ish qildimmi? O'zingiz aytinglar. Mana shu videoga eng yaxshi kommentariy yozib, eng ko'p like to'plagan 3 ta dugonamga shu baraka setini shaxsan o'zim olib borib beraman. U ham meni pulimdan-a? Ha. Sen hech narsa qo'yilibganing yo'q. O'zi shundoq ham mumkin mobil ilovasiga kirsa, shu to'plamlarni san aytgan narxdan xarid ham qiladi, 2% cashback olish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Dadasi. Ha. Xudoni bergan jazosi. Menga.